Qizim nufuzli universitetni tamomlagan, ishi ham yaxshi. Meni bo'yimda bor. Axir bu birinchi uchrashuvimiz bo'lsa. Xo'sh. Sizga farqi bormi buni? Bo'lmasamchi, uchrashuvdan oldin yosh qiz deyishgandi-ku, ikkinchi qo'l ekan-ku. Ustiga ustak 300 ming qalam pulini so'ragansizlar. Oilaviy firibgar ekansiz. To'xtang, ketmang, iltimos. Ziytantang, nimalar deyapsan o'zi? Bu qalin puli akaga uy olish uchun kerakligini bilasanmi o'zi? Chindan ham homiladorman. Kim bilan olishib yuribsan? Xonalarga xizmat ko'rsatish. Yordam ber. Iltimos. Menga yordam ber. Shundagina erga tegishimga to'g'ri kelmaydi shekilli. Kim o yigit? Qalin pulini o'sha yigitning to'lasin. Kimligini bilmayman. Homiladorligimni hammaga aytib bo'ldim. Endi esa meni hech ham qimmatga sota olmaysiz. La'nati! Yo'qol! Boshqa bo'yda qorangni ham ko'rmay. Daf bo'l! Bolajonim. Oilam qistovlaridan meni ozod qilganing uchun rahmat senga. Seni dunyoga kelishingdan juda ham xursandman. Besh yildan so'ng. Dudu, meni o'sha yerda kutib tur. Men esa uy egasi bilan gaplashib kelaman. Xo'p bo'ladi, oyijon. Menga qara Ziytantang. O'zi nima bo'lyapti? Ijara haqini bir haftadan beri kechiktiryapsan. Atiga 2000 bo'lsa. Opa, haligi loyihamga buyurtmachim hali pulini bermadi. Pul to'lashi bilan darhol sizga o'tkazib yuboraman. Va'da beraman. 3 kun muhlat beraman. To'lasang to'lading, bo'lmasa uyni bo'shatib qo'yasan. Meni tirikchiligim shu, xayriya bilan shug'ullanmayman. Amaki, shar sotib olasizmi? Rahmat bolakay, kerak emas. Dada, ozroq kutaylik. Mubay hozir kelib qoladi. Hozir uni ko'rgim ham kelmayapti. U haqida bepush degan mishmishlar yurtdi. Senga esa baribir. Sulolamizda 10 avloddan beri bittagina o'g'il merosxo'r bo'lgan. Sen esa yana ota bo'la turib shunga e'tibor ham bermaysan. Mubay bolalikdan mushukning ham erkagini boqardi. Qayerdan unga xotin topib nevara ko'ramiz? Unga qizlar yoqishiga ham shubham bor, ochig'i. Bo'lmagan gapni gapirmay, Xudo saqlasin desangchi. Parvardigor, o'zing asra. Nevara jonimga o'zing madad ber. Menga tezroq sog' salomat evara ato et, Xudoyim. Bunga iltijo qilishingiz befoyda. Axir chet ellik-ku. Mubay sizni ahmoq qilish uchun sotib olgan. Chet ellik xudo degan? Hada. Bobo, shar sotib olmaysizmi? Bu bola nega bunchalar Mubayni bolaligiga o'xshaydi? Nahotki chet ellik xudo ham mo'jiza yarata olsa? Mubay, qara o'g'ling.